أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa Durusul Balagha namlıq balag'at sohasiga yangi qadam og'uvchilar uchun tayyorlangan bu qisqacha kitob. Endi bugungi dersimiz mushu balag'at sohasidagi darsning eng inchikka, eng qiyin, eng muhim darsi. Tushundingmi? Balag'at sohasida bugungi darsdek inchikka, muhim, tushunish qiyin bo'lgan dars yo'q. Shuning uchun sizlar bugungi darsda tafsiliy tushunmasangiz bo'ladi. Sizlarga qo'yilgan talab faqatlam shu narsaning ismlarini o'rgansangiz bo'ladi. Tushundingmi? Ismlar. Uni tushunish hozircha bu bir darsda bu mush kitobni o'zida tushunish mumkin emas. Buni bu texnik mutavvalatlarda tushunasizlar. Lekin bu intayin inchikka masala. Balag'at sohasida bunday inchikka masalaning yo'q. Mencha, mening o'ylashimcha. Endi oldi bilan dars kirishdan burun masalaga bu asosiy mazmunni tushuntirib qo'yay. Atf qilish, atf qilmaslik. Vasl, fasl degan gap jumlani atf vositalar bilan atf qilib keltirish, bir jumlani yana bir jumlaga tushunammi? Bir jumlani emas, bir jumlani yana bir jumlaga. Bir jumlani yana bir jumlaga atf vosita bilan bog'lab keltirish yoki atfsiz holatda keltirish. Mustaqil keltirish demaymiz. İstinaf qilish demaymiz buni, tushundingmi? Chunki istinaf degan uniki bir turi. Ba'zisi istinaf bo'lmaydi uniki. Ba'zi badal, atf bayon deganlar atfsiz keladi, lekin bu istinaf emas. Bu 5'tikniki nima? Ya badali bo'ladi, ya 5'tikining bayoni bo'ladi, ya 5'tikining ta'kidi bo'ladi. Shunga nima deymiz? Ya'ni vav atf, vav harf al-atf. Atf vositalari bilan atf qilmasdan keltirish. Nima deb ataladigan? Fasl deb ataladi. Vasl degancha atf vosita bilan atf qilib keltirish. Tushundingmi? Endi atf vosita bilan atf qilib keltirish ikki xil bo'ladi, ikki xil o'rinda bo'ladi. Atf vosita bilan atf qilib keltirish ikki xil o'rinda bo'ladi. Masalan, qanday ikki xil bo'ladi desanglar, biri kamal ittisol bo'lsa. Kamal ittisol bo'lib, jumla ikki jumla xabarlikda yoki insholikda o'xshash. Ma 5'tiki jumlami birinchi jumlami jumla xabariya, keyingi jumlami jumla xabariya. 5'ki jumlami jumla inshoiya, keyingi jumlami jumla inshoiya bo'lsa, mushadni keltiriladi, vav bilan atf qilib keltiriladi. Ma biri. Ikki jumla bo'lsa, agar atf qilib keltirilsa, bu yerda asli maqsadning qarama-qarshisi tushunilib qoladigan yerda. Agar vav degan harf mishada atf qilinmasa, atf qilinmasa bu bo'ladi. Lekin atf qilinmagan chaqda asli maqsad nima xato tushunilib qoladigan mo'shunda yerda atf qilinadi. Faqat ikki yer, tushundingmi? Endi uni keladi endi atf qilmay keltirgan yer desa eng muhim bo'lgan u. Uningda 7 yerda, 7 xil o'rin bor. 7 xil o'rinda atf qilmay keltiriladi. Jumla nima? Atfsiz holatga keltiriladi. Masalan, biri kamal ittisol bo'lsa, yana biri kamal inqito bo'lsa, yana biri shibh kamal ittisol bo'lsa, yana biri shibh kamal inqito bo'lsa, yana biri shu ikkisi o'tirida nima bo'lsa, tavassut, ya'ni shu qattiq kavnulash bilan qattiq nima, qattiq uzilish bilan qattiq ulinishning o'tirida bo'lsa, mushu o'rinlarda jumla atf qilmay keltiriladi. Tabii tafsilotini ko'raylik. Birinchi jumladagi atf qilib keltirilgan o'rinlari. Al-vaslu, vasl degan nima? Asli vasl degan nima degan gap? Ulash. Vasl degan lug'at ma'nosi nima? Ulash degan gap. Binasi ulash. Ipni ipga ulash. Buni ulashni nima deymiz? Vasl deymiz. Lekin balog'atga ma'nosi-chu, atfu jumlatin ala ukhra. Bir jumlani yana bir jumlaga nima qilish? Atf qilish degan bog'lash degan gap. Asli atf degan gap, atf degan gap qatlash degan gap. Bunda bir narsa qatlash. Qatlash. Ya'ni bu jumlani men ketib qolgan jumlani yana mantiqli qilib qatlash. Ketib qolgan jumlani tubsiz qilib qatlash degan gap. Shuni birinchi jumlaning hukmini nimaga bilish, ikkinchi jumlaga bilish degan gap. Endi val faslu, fasl deganimiz tarkuhu degan gap. Bir jumlani yana bir jumlaga atf qilishni nima qilish, tarkib qilish degan gap, atf qilmaslik. Atf qilmaslik gap, ya'ni atf harflarini keltirib bog'lamaslik. Atf harflari bilan bog'lamaslik. Val kalamu ha, endi bu yerdagi so'z qasirun alal atfi bil vav.
vav bilan atf qilish qilgan ham to'xtalg'uchidir. Ya'ni biz bu yerda nima haqida so'zlaymiz? Faqat vav bilan qilingan atf qilgan ham haqida so'zlaymiz. Bo'lmasa atfning vositalari vav bilan emas, summa ba, fa ba masalan, hatta ba, la ba masalan. Biz ularni so'zlamaymiz deydi. Nima ish qilsa? Li'anna al-atfa bi ghayriha, ya'ni bi ghayri al-vawi. Chunki va'ning g'ayri bilan atf qilish la yaqau fihi ishtibah. Unda shu bir o'xshab qilish, unda ma'ni o'xshab qilish, ma'ni o'xshab qilish tushmaydi. Va li kulli min amdi nima ish qiladi? Chunki va'ning ham biz jamlab qo'yish ham nimasi bor. Va'ning men jaa amrun va zaydun desam, zayd bilan amr keldi desam, faqat jamlab beradi. Baldi kelgan bo'lishi mumkin, kimga ham bo'lishi mumkin. Faqat ikkisi kelgani deb aytadi menga bas. Chunki buni bir muncha ehtimollik bor o'ning ichida, bir muncha ehtimollik bor, lekin jaa zaydun fa amrun desam-chi, ehtimollik yo'q. Zayd kelibla, amr keldi. Degandan keyin uni zaydning avval kelgani, uni kim kelgani uchuq. Lekin vovda nima mujmallik bor. Shu sababdan biz vo haqida to'xtalamiz deydi. Va li kulli min al-wasl biha endi ash vav harfi bilan ulab keltirishdan iborat har birining val fasli degan gap va uzib keltirishning har birining ulab vav harfi bilan ulab keltirish va uzib keltirish, vovsiz vav harfi bilan ulmay uzib keltirish, ya'ni atf qilmay keltirishning mavodi degan gap urullari bordir. Hammasining o'zining urullari bor. Xoligancha kelmaydi. Qoidasi bor degan gap. Xo'sh, mavadi'ul vasli bil vav, vav bilan ulab keltiradigan urullar. Yecibul vaslu fi mevdi'in. İki orunda ulap getiriş vacip bulunur. Birincisi, İza ittefaqatil cümletani haberan ev inşa'an. Yani iki cümle, mesela biz atf qilmoqchi bo'lgan birinchi cümle, ikkinchi cümle haberlik cihettin ve inşalık cihettin her ikisi ittifak olsa. Yani ikisi haber cümle olsa, ikisi inşa cümle olsa ve kana beynehuma cihetun cami'a. Bu ikisi arasında cihet cami'a olsa. Bağışık baha, yalnız cümle haberiye buluş yetmeydi. Yalnız cümle inşaya buluş yetmeydi. Çoğun bu ikisinin atırızda, ikisinin bir yere yığılgan bir alaka buluş gerek. Alaka yani ikisinin bir münasebeti buluş gerek. Ciha camia degen yani münasebet tamme. Tuluk münasebet, kamil münasebet buluş gerek. Velem yekun üçüncüsü de velem yekun mani'un minel atf. Atf kılıçtan bir tusudgan. İkisinin arasında ikisi cümle ismiye, cümle fiiliye, cümle inşaiye. Ondaki arasında münasebet var, lakin atf kılıçtan tusudgan bir manevi bir tusal bağlı kazıyla atf kılınmaydı. Bu üç tane nasip olması gerek. Mesela innel ebrara lefi na'im ve innel fuccara lefi cahim. Allah Teala'nın kavli kaydırın basak. Müşahede innel ebrara lefi na'im ve innel fuccara lefi cahim diyen yerde Allah Teala innel ebrara lefi na'im diyen cümleye ve innel fuccara lefi cahim diyen cümleni vav harfiyle mıkıldaya atf kılıp keltirdi. Kaydırın basak innel ebrara lefi na'im bunma cümle ismiye, cümle haberiye. Ve innel fuccara lefi cahim bunma cümle haberiye, ismiye haberiye. Demek her ikisi mutabık geldi. Şimdi ama onun kendi bu ikisindeki oturuşta bir ortak taraf var. Çünkü ebrar ile fuccar nime karşı karşı. Naim bilen cahim karşı karşı. Yakşılarının cenneti bulduğalığı yamallarının devzakta bulduğalığı ibaret. Bunun arasında nime kamil münasebet var. Biz bağlap tutduğun kamil münasebet var. Şunu olan etif kılıçtan tutuduğun mani tusancı yok. Şunu anlama mağbur. İşken zemde cümle inşaiye ile okşaş olana mesela. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Allah Teala'nın. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Ula az külsün, köp yığılsın diyen yerde فَلْيَدْحَكُوا diyen cümleye وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا diyen cümlede atf kıldı Allah Teala. Bir şeyde bu فَلْيَدْحَكُوا diyen cümle inşaiye. Şunu anlama. İnşa diyen gel emir mesela. Dua diyen hemmesini mi kıtar kırdı o? İnşa kıldı. Ben bu şu yığılsın diyen yani üzüldüm o. Demek ki hiç kandağım yok. Dahik bilen yep ipka diye ikisi karşı karşı söz. Münasebet diyen gap. Münasebet var ikisindeki. Kalilen bilen kethiranın ve münasebet var. Demek ikisi cümle inşaat münasebet var. Demek bir tusallık yok. İkisi atıf kılıç tusallık yok. Şu atıf kılınan halet geldi. İkinci birinci olmuşum iken ikinci olunca ise İza evheme telkul atfi hilafel maksud. Atf kılmaslık cümleni birbirine atf kılıp keltürmeslikinin üzerine eğer atf kılmayı keltürse maksatının hilafını
gumon qildirib qo'ysa, maqsadning xilofini tushuntirib qo'ysa, ya'ni xato tushunish kelib chiqsa dengil. Kama idza qulta masalan bunda desang masalan, la va shafahulloh desang masalan, la va shafahulloh degan so'zingda kimga javoban nima yasaluk sendan bunda bir so'rovga odamga javob qilib, hal bali ali min al marad ali kisadin saqaydima? Ali kisadin saqaydima deb bir odam so'rasa, men la va shafahulloh deb javob berdim. Bir şeydeki vavni asli demesem bu buludu ama asli Ali kisadin saqaydima desa, la saqaymidi. Şafahulloh Allohning sifati qolsin desam bo'ldi. Lekin vavni keltirmasam, udul anglagan odam yoki men xat yozilgan vaqtda men deganda la deb gapni uzib o'tib, uni keyinidan shafahulloh deyman ama anglagan odam shundagi xat kitobda yozilgandi-ku. Kitobda la shafahulloh deb yozildi. La shafahulloh. La shafahulloh degan ma'nosi nima? Alloh shifoli qilsin degan bo'ladi. Lekin bu odam nima demoqchi? Kisadin taqsa qo'ymadi. Alloh buning shifoli qilsin demoqchi. Mushunda o'rinda, mula o'rinda asli va bilan atfiqil kelsa bo'ladi. Nimishqa? Beshtiki bu atfiqil kelsa bu siz la shafahulloh degan la deb shafahulloh deb kelsa bo'ladi asli, lekin shu xato tushunchini bilib qo'ydigan ehtimoli bo'lganligi uchun nima? Buni keltirdi. Tushundim bunday. Deydiki fatalkul vavi yuhimu du'a alay. Ya'ni voni tark qilish, ya'ni voni atf qilib keltirmaslik du'a alayhi degan gap uni qog'ash, uning sharriga duo qilishni nima gumon qildirib qo'ydi. Va gharaduka ad-du'a lah. Sizning g'arizing bo'lsa berdi nima unga duo qilish, uning haqida duo qilish, uning shifoliq duo qilish deydi. Ha, uning kelidan mavadi'ul faslamdi. Üzüb keltirdigan o'rinlar deydi. Qanday o'rinlarda cümleni atf qilmay eng muhim bo'lgan bir şey shuni ham men. Qanday o'rinlarda cümlega atf qilmay yoki shu nima vastsiz, harf vastsiz atf harflarining vastsiz ulamasdan keltiriladi desa, yajibul faslu fi khamsati mawadi'. 7 o'rinda. Ya'ni bir rivoyatda cho'ng kitoblar chiqsanglar qancha o'rinda 7 o'ringa chiqariladi. Hozir men yerda 5 o'rinni so'zlab sizlarga. 5 o'rinda cümleni ayırıp, üzüp keltirish vacip bo'ladi. Al-awwal birinci. Ay yakuna baynal cümleteyni ittihadun tam. İki cümlenin arasında kamil birlik bo'lsa, to'liq birlashish. Bi an takuna qanday bo'lib desa, bi an takuna thani, bi an takuna as-saniyatu badalan min al-ula. İkinci cümle birinci cümleden bedel bo'lsa. Birinci cümle mubdal minhu, ikinci cümle bedel bo'lsa nahvidagi tushunarmi? Birinci cümle nima? Mubdal minhu, ikinci cümle bedel mesela ihtinas sıratal mustaqim, sıratal lezina an'amta aleyhim sırata mesela. Ma birinci cümleden ikinci cümle bedel mi tushunarmi? Bu da bedel bo'lsa nahu mesela amaddakum bima ta'malun. Allah Teala'nın mesela amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami ve banin degan qavlidagi mesela. Mushunda bo'lgan yerda nima ayirib atfsiz holatga tush vojib bo'ladi. Tushunarmi? Shoma ben istinab demayman. Atfsiz deganda tushunganda istinab qilib keltirish demadim. Nima uchun? Chunki buning ichida badal mubah, badal istinab emas. Bu degan avval qismning badali o'ni o'qilgan narsa. Ba'zida istinab mubah, uning ichida istinab ham bor. Ma kamil ittisal olganda nima bo'ladi? Badal bo'ladi. Kamil inqito olganda nima bo'ladi? Istinab bo'ladi. Tushunarmi? Bunday edi. Shuning uchun amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami va banin degan yerda sizlarga sizlar biladigan narsalarni madad berdi. Deplab, ya'ni nima bilan? An'am degan chorva mollar bilan va banin degan o'g'illar bilan madad berdi degan yerda mushu amaddakumni vo kelsa bo'lmaydi. Mushu ikkinchi amaddakum avvalgi amaddakumni nimasidan o'z ayni badali. Bizning asosiy maqsadimiz nada? Ikkinchida. Bedel dedik mi? Bizim maksat ne bulundu ama asası bizdeki objektimiz nerede bulundu? Bedelde bulundu. Mubdel minhu da emez. Şunu anlamayı biliyor ama. Et bu bayan bilen bedelin farkı var şu. Bedelde asası maksat nerede? Bedelde. Şunu anlamayı biliyor. Ev bi en tekune bayan Allah'a. Ya ki cümledeki birinci cümle, ikinci cümle birinci cümlenin bayanı bulup geliyordu mesela. Et bu bayan bulundu demek. Et bu bayan. Mesela fevesvese ileyhi şeytanu قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يعني كده. مثلا فوسوس إلى الشيطان وقال دمي الله تعالى. شنو ما وقال دمي قال دمي مش دقت قرما. Onunla yani Adem Aleyhisselam'a şeytan vesvese kıldı. Eğer vakale diyen olsa vesvese kıldı diyen gel bilek gel. Vesvese kıldı. Kale ve vesvese kılıp
Adem Aleyhisselam, ey Adem ben seni mengü turuşunun dariqiga başlap koymayayım o. Dedi degan bo'lsa, vasvasa qilishi boshqa, bunda deyish boshqa degan bo'ladi. Ammo ikkisini orasida kamal ittisol bo'lganligi uchun, kamal ittisol. Ya'ni uni vasvasasi qolsa, shu degan gapi. Ey Adem, ben seni bu yesang ulab qolmaydigan, mengü qoladigan daraxtni ko'rsatib qo'ymayman sana degan gapni qilish bilan vasvasa qildi degan gap. Bayan, ya'ni shu vasvasaning bayoni makendiki qala ya Adem degan gapini va vasvasaning nimasi bayoni. Bu shunday aytmaydi, kamal ittisol bo'lgan yerda ya'ni vosiz keltiriladi ikki jumla. Yoki bi an takuna muakkidatan laha. Yoki ikkinchi jumla birinchi jumlani nima kuchlantiruvchi bo'lib atfsiz holatga keltiriladi. Masalan, famahhilil kafirina amhilhum ruwayda. Tushunarlimi? Mesela ta'kid degani nahvda o'qilsa, ta'kid degan ikki xil bo'ladi. Bir nima? Ta'kid ma'naviy, ya'ni bir ta'kid lafziy. Ta'kid lafziy degan o'xshash bir lafzni ikkinchi qatim takror keltirish. Ta'kid ma'naviy degan-cho o'xshamaydi, ma'nosi bir. Ma'nosi bir bo'lgan lafzni keltiradi takror, lekin ikkalasi ma'nosi bir, tushunarlimi? Boshqa bir ma'no bermaydi. Faqatlam berilgan ma'nosi nima? Ma'nini kuchlantirib turadi faqatlam. Biz ma'no aytgan chog'da ayrim-ayrim ma'no aytmaymiz. Biz nihoyatda qattiq, kuchli degan gapni cümleni biz faqatlam kuchlantiradigan ma'nodan qo'shimiz ma'no aytgan chog'da. Masalan, famahilil kafirina amhilum ruwayda. Famahilil kafirin va amhilum ruwayda demay, amhilum deb kelmişdik, amhilum kafirlarga muhlat bering. Kafirlarga ozgina muhlat bering demaydi bizga. Kafirlarga ozgina muhlat bering deb bir qatim muhlat bering deb ma'no sana bo'ldi. Bishadiki amhilhum apamahilni nima qilish kelgan? Ta'kidlash uchun kelgan. Shuning uchun nima qilinmadi? Bu ikkisini o'tirishdi kamil nima deb bor kamal ittisol bor deymiz mana shaklda. Demak, atf ham taqmol deyilsa, nima bilan kelsa, badal bilan kelsa, ikki jumla o'tirishda, atf ham bilan kelsa, ikki jumla o'tirishda, undan ta'kidlan kelsa, nima bo'lgan bu kamal ittisol bo'lgan. Bu oddiy. Buni qoldirmaysizlar. Va yuqalu fi hadhihi al-mawadi bu o'rinlardan nima deydi? Inna baynal jumlatayni kamalul ittisol. Mana mishal nima deydi? Bunda jumlada yani badal bilan, atf bilan ta'kidlan kelgan ikki jumla o'tirsa kelgan bo'lsa, bu ikki jumla o'tirsida kamal ittisol bor, ya'ni to'liq ulanish bor ekan deymiz. Ikkinchisi. İkincisi ayyakuna baynal jumlatayni tabayun. İki jumla arasında o'xshamaslik bo'lsa, tabayun tam. To'liq o'xshamas qoladi, tushundingmi? O'zi bu qarshi, aloqasi yo'q. Bi an yaxtalifa xabaran va insha'an. Birinchi jumla nima? Jumla xabariya, ikinci cümle inşaiye bo'lgandek mesela. Mesela şairning qavli o'xshash. Va qala ra'iduhum arsu nuzaviluha fa hadfu kullu imri'in yajri bi miqdari debken şairimiz. Yani nima debdi? Va qala ra'iduhum. Ularning paylaqchisi, ra'id degan paylaqchi. Paylaqchi degan gap jangda bunda bir odamni qattiq tinqchi, yomon chaqan odamni meni siz shu qo'shinlar ahvolini igilab keling deb oldindan ra'yat qilgan nima? Buni deymiz, buni paylaqchi deymiz bizning tilda. Ularning paylaqchisi dedi ki ersu nuzaviluha. Ersu degan gap sizlar aqimu bi hadal makan degan gap. Siz bu makanda jang qilish uchun bu makanda turinglar. Bu makanda turinglar. Nuzaviluha degan gap nuhaviluha. Yani jangni bu makanda qilayli. Nuhavilu degan gap yani jangni bu makanda düşman bilan bu makanda qo'yib, bu makanda turib jangga kelishaydi, jangni boshlaydi. Fahatfu kullu imri'in yajri bi miqdari. Her bir insonniki hatfi degan gap o'limi, mavt degan gap. Her bir insonning o'limi yajri bi miqdar. Taqdir bilan mangadi. Taqdir tezligini bo'ladi. Biz oyat jan qilsaqmi, bu jan qilsaqmi, qancha qilsaqmi o'lamizligimiz bo'lsa o'laveramiz. Lekin moya dushman bilan urush qilishga mayaniki geografiyalik o'rni yaxshi ekanmi, shay turayli demakchi. Mana nimaniki ma'nosi, shayning asosiy ma'nosi. Lekin bizga bir shayning ma'nosi bu yerda nima emas. Biz lozim yo'q. Bizga muhim bo'lgani arsu nuzaviluha degan jumla. Arsu degan nima? Fe'l amr. Aqimu degan ma'nodagi arsu fe'l amr uchun nima? Nuzaviluha degan-cho. Arsu degan mishadagi fe'l amr. Nuzaviluha degan-cho fe'l bu demak fe'l mudari. Demak ma bisa xabariya degan. Nuzaviluha degan xabariya, arsu degan-cho nima? Jumla inshaiya. Demek oturda nima kelmedi meshada? Vav kelmedi. Nima uchun kelmedi? Chunki birisi jumla inshaiya, yana biri jumla xabariya bo'lganligi uchun.
Ev bi en la yekuna beynehuma münasebetin fil ma'na. Hem de ya ki ikisi ya cümle haberiyken ya ikisi cümle inşaiyken ama ikisini oturuşta da meneciyatı münasebet yokken. Meneciyatı kat'i münasebet yokken. Birisi kalla, birisi parçakken. Birisi bağken, birisi tağken mesela. Ke kavlike Aliyun katibun el hamamu ta'irun. Ali xat yazgıç katib. Kepte uçuduğun narsa desem. Çünkü fe innehu la münasebete fil ma'na. Çünkü Ali'nin katiplik olan beyne kitabeti Ali ve tayran hamam. Ali'nin katiplik olan keptenin uçuduğunluğunun arasında alakası yok yapımda bu. Kallı disi parçaklı gengen arasında nem gelmeydi o. Şu ikisinin arasında münasebet bulmagalık için nem gelmeydi o. Ajna yerde vavsiz gidiyor. Ve yuqalu fi hadal mevdu'i inne beynel cümleteyni kemalul inqita. Muşunda yerlerde bu iki cümle arasında kemal inqita badeyimiz. Şu normal. Mesela düşünün ama. Hocam el-thâli üçüncüsü olsa kevnul cümleti thaniyeti cevaben en sualin neşe'a minel cümletil ula. Üçüncü ürün olsa ikinci cümlenin birinci cümleden peyda boğan sualının cevabı buluşudur. İkinci cümlenin birinci cümlede peyda boğan sualının cevabı. Mesela za'amel avadilu enneni fi gamretin sadaku velakin gamreti la tenceli deb tujar. Aktarılan şey bu. Yani ne mi debtu? Za'amel avadil. Avadil dengem adiletini köp şekilde. Adil dengem malamet olan. Mesela bir adam aşık olup kalan olsa Tümürbek mesela gül merakanга aşık olup kaptı değil. Şunu olan bir mirza kopap oynamış aşık olup boşa aşık olsun bu oyunda kıldan bu nakıdan deb man eyiplaydigan malametçi. Siz adil olsun. Sizin isminiz ne? Adil. Malamet koyun. Aşık malamet koyun. Malamet koyun. Za'amel avadil. Malamet koyun. Enneni fi gamretin. Yani ben fi şiddet. Ben kattık baladı kaldı. Yaman kapıratı kaldı deb oylap. Aynen oynuşudu. Meyade bir cümle oldu var. Sadaku. Deb. Meyade sadaku etkisiz geldi. Za'ama gel. Meşhedi sadakunu etkisi düşen normal. Za'ama gel sadakunu esne şiki gel bu. Sadaku rast etti ula. Velakin gamreti la tenceli. Meneki beşimdeki bu balayım, bu beşim uçken bu kapılıkım içilmeyi hatırlam buna. Ben falanı aşık. Her kancı bulup kessin bundan sakaymaydım ben, konuşalım etme. Davet odur. Çünkü Allah kadim insan bu demekçi. Yani bir şeydeki za'ama gelmiş ki ve sadaku demek doğru dese. Çünkü bir şeyden oturduğunda za'ama diyen gepke sadakunu bulup geldi. Cevap ne olup geldi. Şuna bak. İkinci cümle sadaku diyen gep aşılın gumanı rast. Zaten ben kallam gemde. Lakin benim bu gemem nima tügmeydi, açılmaydı. Şu an gem yemanla demekçi. Aşıl birinci cümlege birinci cümlege ikinci cümlede cevap alıp kelgen yerdimini bakmaydı o. Etfi bilen kemmeydi o. Keennehu qil Xuddi bunda deyilgandek bo'ldi. Asadaku fi za'mihim am kadabu. Ular meni beshig'i g'amda qapti deb shunda gumon qilib ketibdi. Desa uni gumonida rostchilmi yolg'onchimi desa faqala sadaku uni gumonida rosti deb. Ya'ni xuddi o'shaning gapiga javob bo'lib kelgan gapda sadaku. Ve yuqalu am bunda yerda nima deydi desam bu yerda baynal jumlatayni shibu kamal ittisal. Shibu kamal ittisal bo'lmaydi. Kamal ittisal yo'q lekin shibe degan xuddi kamal ittisal o'xshaydigan kamal shibesi var. Şunu o'qishi var degan. To'rtinchi o'rin bo'lsa an tasbiqa jumla bir cümle ikki cümlenin oldida bo'ladi. Yasrihu atfuha ala ihdahuma. Bu cümleni an tasbiqa cümletun bi cümleteyn. Bir cümle ikki cümlege oldida bo'ladi. Bu cümleni ikkisini biriga atf qilish joiz bo'ladi. Bu cümle adam tasbiqa cümletun bi cümleteyn. Bir cümle ikki cümlenin keyniga keladi. Bu ikki cümlenin keyniga kelgan cümleni oldidagi ikki cümlenin biriga atf qilish durust bo'ladi. Yana biriga atf qilish durust bo'lmaydi. Nemishqa li vujudil munasaba. Munosabat bo'lganligi uchun ichida orasida munosabat bor. Va fi atfiha al-ukhra fasad. Uni yana bir cümlege atf qilsa bo'ladi, cümlenin mazmuni buziladi. Anda oldigi fayutrakul atfu daf'an lil vahm. Bu yerdagi atf qilib keltirilmaydi. Nemishqa shu vahmni, ya'ni agar yana biriga atf qilsa ma'ni buzilgan, gumon bo'lgandan keyin atf qilmaydi fayliga. Atf qilmay keltiriladi. Nemishqa shu vahmning oldini olish uchun. Ka qawlihi basharni qawli o'xshash. Ve tazunnu Selma annani abghi biha bedelan araha fi dalali tahimu. Bir şeydeki şiir karşıdan ma'nisi de mesela Selma Khan menen abghi biha bedelan onun onuga başka birini izleydiganligimni gumon qilyapti. Selma
başka bir xotun izledi deb o'ylaydi meni deydi. Araha fi dalali tahimu. Men Salmani gumrohda, ozg'unlikda tinab, gangirab yurganligini gumon qilyapman. Men Salmonning ozg'unlikni men yana uniki badalan araha fi dalali tahimu. U anda gumon qiladi, men uniki ozg'unlikda gangirab yurganligini gumon qilaman deyapti. Demak, bu yerdagi masalalardan anlamış yerdeki araha degan jumlani tazunnuga atf qilishmi joiz. Tushundingmi? Abghi biha atf qilishmi joiz. Ammo tazunnuga atf qilsak ma'no to'g'ri chiqadi. Abghi biha atf qilsak-chi, ma'no xato chiqadi. Bu joqda masalan Salma meniki uning o'rniga boshqa birini izlaydiganligimni gumon qilyotidi. Va desak va ketsak va araha bi dalali tahimu. Men bu joqda ma'nosi men uniki ozg'unlikni gumon qilaman degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Va yana bo'lmasa abghi biha araha degan gap Salma men uning boshqa birini izlaganligimni va uning ozg'unlikda gangirab yurganligini gumon qilganligimni gumon qiladi degan ma'no chiqishi mumkin. Tushundingmi? Unda bo'lgandan keyin bu yerda etsiz kelsak, asosiy maqsad nima ekan? Bu yerda maqsad buniki Salmaxon anda o'ylaydi, ammo biroq lekin men anda o'ylayman, Salmaxon xato tushunib qolibdi. Men Salmadan boshqasini yaxshi ko'rmayman, Salmani yaxshi ko'raman degan ma'no bermoqchi. Shunday yerda nima keladi? Vav kelmaydi. Fa jumlatu araha mishadiki yasihu atfu ala tazun. Buni tazunnuga atf qilishmi joiz, lekin yumna'u min hada. Atflan keltirishdan tavahhum atfiha ala jumlati abghi biha degan jumlaga atf qo'yishning gumoni tusab qo'yadi. Nimishqa? U chaqda abghi biha atf qo'ysa fatakunu jumlatu uchinchi jumla min madnunat Salmaning gumonlarining qatoriga bo'lib qoladi. Ma'a annahu laysa muradan. Shuni bilan birlikda u anda emas. Mayatki shoirning murodi anda emas. Ayna bo'lib qoladi. Amman va yuqalu baynal jumlatayn mushu jumlaniki va yuqalu baynal jumlatayn fi hada al-mawdi' burundiki bu ikki jumla orasida shibu kamal inqitoba deymiz. Shibu kamal inqitoba deymiz. Beshinchisi bo'lsa alla yuqsada tashrikul jumlatayn fil hukmi. Ikki jumlani hukmda shirklashtirishni maqsad qilmaslik. Nimishqali qiyami mani'. Bir mani' degan to'salg'idan bilib barpo bo'lib, ma'naviy to'salg'i bo'lsa ham ma'naviy. Lafzda to'salg'i yo'q, lekin ma'nida to'salg'i bor. Masalan, Allah Teala'nın kavli o'xshash va idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allohu yastahzi bihim. Yani ular qachon ularni shaytonlarga, qatavashlarga yana bir hali bo'lsa, qalu ular mundaq deydi. Inna ma'akum biz sizlar bilan billah. Biz faqat ularni masxir qilyapmiz. Undan boshqa emas. Biz musulmon bo'lganimiz yo'q, faqat ularni masxir qilyapmiz deydi. Allohu yastahzi. Alloh ularni masxir qiladi degan yerda Allahu yestehzi bihim. Allah Teala ularning mashhadi fa jumlatu Allahu yestehzi bihim. Allahu yestehzi bihim degan mush jumlani la yasihu atfuha ala inna ma'akum. Inna ma'akum degan qavliga Allah Teala'ning atf qilishi joiz emas. Biz sizlar bilan billah. Biz sizlar bilan billah. Bizlar masxir qilyapmiz va Alloh ularni masxir qilyapti deb bunda atf qilish joiz emas. Bilga. Atf qilish joiz emas. Uni kenidan liqtidaihi annahu min maqulihim. Qud vallahu yastahzi bihim deb atf qilsa, o joqda bumu ularniki nima ish qilsanglar la yas'atfu ala inna ma'akum liqtidaihi annahu min maqulihim. Ya'ni mushu vallahu yastahzi bihim degan gap o joqda munofiqlarning qavlidan bulab qilishni talab qiladi, taqozo qiladi. Shunga atf qilinmaydi. Va la ala jumlati qalu. Qalu qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un va qala Allah deb ular dedi, Allah Taala bunda dedi. وقال قالوا ما تفقلون ما يدون مش الاقتضائي أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم يعني الله تعالى ularni meskhire qilishi ularni shaytonlarga xoli bo'lishgan bir holat bilan bog'layapti. Bu joqda qalu inna ma'akum ma tafqulmaydi endi qaluga atf qilsa uni mundaq dedi deganga atf qilsa u joqda va idha khalu ila shayatinihim qalu qachon uni shaytonlarga shaytonlar bilan xoli bo'lganda bunda deydi, qachon uni shaytonlar bilan xoli bo'lganda Alloh uni masxara qildi degan ma'no chiqib qoldi. Unda ma'no emas. Yani shuning uchun qanday qilish kerak? Mishada atfsiz keltirish kerak. Va yuqalu baynal jumlatayn fi hadal bu o'rindagi ikki jumla orasida nima deymiz? Tavassut baynal kamalayn. Ya'ni kamal
ittisol bilan kamal inqitoni o'tirishda o'tir hal bo'lish deb atiladi. Shuna bugungi darsimiz ishga daxillashdi. Bu darsni aldırmay tekrar qilsanglar tushunasizlar. Va xudovan alhamdulillah.